Do'stlar, tayyorlaning. Bu ma'lumot juda muhim. 12 oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari, karta aylanmalari, yirik pul o'tkazmalari va shubhali operatsiyalar bo'yicha nazorat ancha jiddiylashishi haqida gap ketmoqda. Bu faqat tadbirkorlarga emas, oddiy karta egalariga ham tegishli bo'lishi mumkin. Kimdir uy sotadi, kimdir qarindoshidan pul oladi, kimdir internet orqali savdo qiladi, kimdir plastik kartasiga har kuni 5-10 ta o'tkazma qabul qiladi. Mana shunday holatlarda bu pul qayerdan keldi? Nima uchun o'tkazildi? Soliq to'langanmi? Bu tadbirkorlik faoliyatimi degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Bank yoki soliq organlari savol bersa nima qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Chunki bitta noto'g'ri harakat hisobingiz vaqtincha bloklanishiga, jarimaga yoki ortiqcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men sizga pul, bank, soliq va huquqiy xavfsizlik bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda yetkazib boraman. Avvallari ko'pchilik bank kartasidan oddiy hamyon sifatida foydalanardi. Masalan, akasi ukasiga 2 million so'm yuboradi, do'sti qarzini qaytaradi, tanishi mashina uchun avans beradi, mijoz mahsulot puli sifatida kartaga pul o'tkazadi. Ko'p hollarda bank bunday operatsiyalarni avtomatik o'tkazib yuborardi. Agar pul juda katta bo'lmasa yoki operatsiyalar haddan tashqari shubhali ko'rinmasa, oddiy fuqaroga hech kim savol bermasdi. Lekin oxirgi yillarda butun dunyoda bank tizimi o'zgaryapti. Banklar endi faqat pul saqlaydigan joy emas. Banklar moliyaviy monitoring tizimining bir qismiga aylangan. Ya'ni ular pul yuvish, noqonuniy daromadlarni legallashtirish, yashirin tadbirkorlik, soliqdan qochish, noqonuniy valyuta operatsiyalari, firibgarlik va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish majburiyatiga ega. Shu sababli banklar mijozat operatsiyalarini kuzatishi, tahlil qilishi va kerak bo'lsa izoh talab qilishi mumkin. Endi asosiy o'zgarish shundaki, nazorat ko'proq raqamli bo'lyapti. Ilgari odam ko'rinib turgan hujjatlar bilan tekshirilgan bo'lsa, hozir bank tizimlari karta aylanmasini, pul kelib tushish tezligini, yuboruvchilar sonini, to'lov izohlarini, operatsiya maqsadini, hisobdagi pulning manbasini avtomatik tahlil qiladi. Masalan, bir oyda kartangizga 3-4 marta qarindoshlardan pul tushsa, bu oddiy holat bo'lishi mumkin. Lekin har kuni 20-30 odamdan tovar uchun zakaz, ko'ylak, telefon yetkazib berish degan izohlar bilan pul tushsa, bank buni oddiy shaxsiy o'tkazma emas, balki tadbirkorlik faoliyati deb ko'rishi mumkin. Shuni aniq tushunib oling. Nazorat degani hammaning puli darhol muzlatiladi degani emas. Bu degani bank va tegishli organlar operatsiyalarning qonuniyligini, pul manbasini va maqsadini ko'proq tekshiradi. Toza qonuniy hujjati bor puldan qo'rqmaslik kerak. Muammo yashirin daromad, hujjatsiz savdo, nomiga ochilgan hisoblar. Begona odamlar kartasidan foydalanish, katta summalarni izohsiz aylantirishda. Main partbiki nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa bo'ladi. Birinchi navbatda oddiy fuqarolarni olaylik. Agar siz ish haqi olsangiz, pensiya olsangiz, stipendiya olsangiz, yaqin qarindoshlaringizdan vaqti bilan pul o'tkazmalari qabul qilsangiz, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kredit, internet, telefon uchun kartadan foydalansangiz, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Bu oddiy hayotiy operatsiyalar. Masalan, sizning oyligingiz dar million so'm har oy bank kartangizga tushadi. Undan 20 million so'm kreditga, 500 ming so'm bozor o'charji, 300 ming so'm kommunal to'lovlarga ketadi. Bu yerda tushunarli manba bor, ish haqi. Bank savol bersa ham, mehnat shartnomasi yoki ish joyidan ma'lumotnoma bilan hammasi izohlanadi. Ikkinchi guruh, doimiy ravishda kartaga ko'p odamlardan pul oladiganlar. Masalan, uyda pishiriq tayyorlab sotasiz. Instagram orqali kiyim-kechak sotyapsiz. Telefon aksessuarlari olib kelib sotyapsiz. Bolalar kiyimi bilan shug'ullanyapsiz. Kurs o'tyapsiz, xizmat ko'rsatyapsiz. Har kuni amaviyli mijozdan taqdim ming, beevim ming, 300 ming so'mdan pul tushadi. Bir oyda kartangiz aylanmasi 3,5 million so'mga yetadi. Siz, men oddiy odamman, kichkina savdo qilyapman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin tizim buni muntazam daromad sifatida ko'radi. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, chek bermasangiz, soliq to'lamasangiz, savollar paydo bo'ladi. Aynan shu toifa eng ehtiyot bo'lishi kerak. Uchinchi guruh katta summalarni qabul qiladiganlar. Masalan, siz mashina sotdingiz va xaridor sizga bittaqdan million so'mni kartaga bo'lib o'tkazdi.
yoki uy sotdingiz, 500 million so'm pul oldingiz, yoki qarindoshingiz chetdan 20 ming dollar ekvivalentida pul yubordi. Bunday pul noqonuniy degani emas. Lekin sizda hujjat bo'lishi kerak. Mashina sotuvi bo'lsa, oldi sotdi shartnomasi, notarial hujjat. Avtomobilni qayta rasmiylashtirish hujjati bo'lishi kerak. Uy bo'lsa, kadastr, notarial shartnoma, to'lov shartlari bo'lishi kerak. Qarindoshdan yordam bo'lsa, qarindoshlikni ko'rsatuvchi hujjat, pul yuborilgan maqsad, kerak bo'lsa hadya yoki qarz kelishuvi bo'lishi foydali. 4-guruh o'z kartasini boshqalarga beradiganlar. Mana bu eng xavfli holatlardan biri. Ba'zi odamlar kartangni berib tur, pul aylantiramiz. Faqat bir marta o'tkazma qabul qilib ber. Mening hisobim ishlamayapti, sening kartangdan foydalanaylik deyishadi. Siz esa ishonib kartangizni, parolingizni, SMS kodini berib qo'yasiz. Ertaga shu karta orqali firibgarlik puli o'tsa, noqonuniy savdo puli aylansa yoki shubhali tranzaksiya qilinsa, birinchi navbatda savol sizga keladi. Chunki hisob varaq sizning nomingizda. Men bilmaganman degan gap har doim ham sizni himoya qilmaydi. Bank tizimida pul kimning hisobidan o'tgan bo'lsa, javobgarlik ham avvalo o'sha hisob egasiga bog'lanadi. Keling, real misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Dilshod ismli yigitning kartasiga bir oy davomida 200 odamdan pul tushdi. Har biri 70 mingdan 70 ming so'mgacha. Umumiy summa 65 million so'm. To'lov izohlarida zakaz krossovka, kiyim yetkazish to'lov deb yozilgan. Dilshod rasmiy tadbirkor emas, soliq hisobotlari yo'q. Bank so'rab yubordi. Bu mablag'lar nima uchun? Dilshod do'stlarim yuborgan desa, bu izoh ishonarli ko'rinmaydi. Chunki 200 ta turli odam do'st bo'lishi qiyin. Natijada hisob operatsiyalari vaqtincha cheklanishi, soliq organlariga ma'lumot ketishi, daromad manbasi bo'yicha tekshiruv boshlanishi mumkin. Yana bir misol, Mohira opa tikuvchilik qiladi. U har oy 8-10 million so'm atrofida pul qabul qiladi. Mijozlari ko'ylak tiktiradi. Agar Mohira opa o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, mijozlarga tushunarli to'lov izohi yozdirsa, daromad va xarajatlarini oddiy daftar yoki elektron jadvalda yuritsa, kerak bo'lganda bankka men tikuv xizmatlari ko'rsataman, mana ro'yxatdan o'tganim, mana buyurtmalar ro'yxati deb ko'rsata oladi. Bunday holatda xavf ancha kamayadi. Chunki faoliyat yashirin emas, izoh bor. Yana bir misol. Akmal ismli fuqaro ukasiga uy olish uchun 1 million so'm qarz berdi. Pulni kartadan kartaga o'tkazdi. Bu tadbirkorlik emas, bu qarz. Lekin ertaga savol tug'ilsa, og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Kamida oddiy yozma qarz kelishuvi bo'lishi kerak. Kim kimga qancha, qachon, qanday muddatga, foizsiz yoki foiz bilan berdi. Agar pul katta bo'lsa, notarial tasdiqlash yanada yaxshi. Shunda bank yoki boshqa organ so'rasa, siz aniq javob berasiz. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pul summasi kichik bo'lsa ham operatsiyalar soni ko'p bo'lsa e'tibor tortishi mumkin. Ko'pchilik men 20 milliard aylantirmayapman-ku, nimadan qo'rqaman deydi. Lekin har kuni 100 ming so'mdan 100 ta tushum ham tizim uchun muntazam savdo belgisi. Muhimi faqat katta summa emas, balki takroriylik, yuboruvchilar soni, izohlar va operatsiya maqsadi. Ikkinchisi, to'lov izohi juda muhim. Ba'zi odamlar hazillashib pora, qarz emas, qora pul, konvert, soliqsiz, tovar deb yozib yuboradi. Bu hazil bo'lsa ham bank tizimi buni hazil deb qabul qilmasligi mumkin. To'lov izohini doim aniq va toza yozdiring. Qarz qaytarish, hadya, oilaviy yordam, ijara to'lovi, telefon uchun to'lov, tikuv xizmati, mahsulot puli. Agar siz rasmiy tadbirkor bo'lsangiz, to'lov maqsadi faoliyatingizga mos-mos bo'lishi kerak. Uchinchisi, shaxsiy karta va biznes hisobini aralashtirmang. Men doim aytaman, tadbirkorlik qilsangiz, shaxsiy kartani kassa o'rnida ishlatmang. Rasmiy hisob oching, to'lov tizimlari bilan ishlang, chek berishni yo'lga qo'ying. Chunki shaxsiy kartaga tushgan savdo pullari keyinchalik sizning shaxsiy daromadingiz sifatida ko'rilishi mumkin. Bundan tashqari xarajatlaringizni isbotlash qiyin bo'ladi. Masalan, siz 50 million so'm mahsulot sotdingiz. Lekin 35 million so'mini mahsulot olib kelishga sarfladingiz. Hujjat bo'lmasa, tizim faqat 1 million tushumni ko'radi, 35 million xarajatni ko'rmaydi. To'rtinchisi, qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar ham doim avtomatik xavfsiz degani emas. Ota bolaga, aka ukaga, xotinga pul yuborish tabiiy. Lekin juda katta summalar, doimiy aylanmalar, bir nechta hisoblar orqali bo'lib yuborish holatlari savol tug'dirishi mumkin. Masalan, bir odam 300 million so'mni 10 ta qarindoshining kartasiga bo'lib yubordi. Keyin u pullar yana bitta hisobga qaytdi.
Bu tizim uchun pulni yashirish yoki bo'lib ko'rsatish belgisi bo'lib ko'rinadi. Beshinchisi, chet eldan keladigan pullar, mehnat migrantlari yuboradigan pul odatiy holat. Lekin siz har oy turli davlatlardan, turli odamlardan katta summalar qabul qilsangiz, savol bo'lishi mumkin. Bu xizmat haqi emasmi? Bu kripto savdo emasmi? Bu vositachilik emasmi? Bu noqonuniy pul o'tkazish tizimi emasmi? degan tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Chet eldan pul olayotgan bo'lsangiz, yuboruvchi kim? Maqsad nima? Qarindoshlik yoki shartnoma bormi? Buni oldindan tartibga soling. 6-si kripto, onlayn o'yinlar, bukmekerlik, noma'lum platformalar bilan bog'liq operatsiyalar. Banklar bunday operatsiyalarga odatda ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Agar hisobingizga noma'lum birjalar, elektron hamyonlar, chet el servislaridan tushumlar kelsa, albatta izoh va hujjat tayyor bo'lishi kerak. Men investitsiya qildim, tradingdan topdim degan umumiy gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Daromad qayerda shakllangan, soliq majburiyati bormi, platforma qonunimi? Buni tekshirtirib oling. 7-si hisob bloklanishi doim jazolash emas, ko'pincha aniqlashtirish chorasi bo'ladi. Bank shubhali operatsiyani ko'rsa, sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rashi, ayrim operatsiyalarni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu paytda asabiylashib, bank xodimiga baqirish, sizning haqqingiz yo'q deb janjal qilish foyda bermaydi. Eng to'g'ri yo'l. So'rovni yozma oling, qaysi operatsiya bo'yicha savol borligini aniqlang, hujjatlarni tayyorlang. Tushuntirish xati yozing. Endi eng kerakli qism, siz hozirdan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3-6 oy ichidagi karta va hisob varaq aylanmalaringizni ko'rib chiqing. Bank ilovasidan ko'chirma yuklab oling. Qaysi pullar ish haqi, qaysilari qarz, qaysilari savdo, qaysilari qarindosh yordami, qaysilari noma'lum ekanini ajrating. Agar o'zingiz tushuntirib bera olmaydigan tushumlar bo'lsa, bu xavf belgisi. Ikkinchi qadam, agar siz muntazam savdo yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullansangiz, faoliyatingizni qonuniylashtiring. Vaziyatingizga qarab yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yuridik shaxs ochish kerak bo'lishi mumkin. Buni soliq organlarining rasmiy ilovalari, davlat xizmatlari markazi yoki soliq maslahatchisi orqali aniqlang. Eng muhimi, hali kichkinaman, keyin qilaman deb yuravermang. Kichkina aylanma ham muntazam bo'lsa savol tug'diradi. 3-qadam, shaxsiy va biznes pullarini ajrating. Oilaviy xarajatlar uchun alohida karta. Savdo yoki xizmat uchun alohida hisob ishlating. Mijozlardan pul qabul qilganda to'lov maqsadini aniq yozdiring. Agar chek berish talab qilinsa, chek bering. Har bir buyurtma bo'yicha oddiy ro'yxat yuriting. Sana mijoz ismi, mahsulot yoki xizmat turi, summa, to'lov usuli. Bu narsa tekshiruv paytida sizni juda ko'p muammolardan qutqaradi. 4-qadam, katta summalar bo'yicha hujjat tayyorlang. Mashina sotdingizmi, oldi sotdi shartnomasini saqlang. Uy sotdingizmi, notarial hujjatlarni saqlang. Qarz berdingizmi yoki oldingizmi, yozma kelishuv tuzing. Hadya bo'lsa, hadya shartnomasi yoki hech bo'lmaganda yozma tushuntirish bo'lsin. Chet eldan pul kelsa, yuboruvchi bilan aloqangizni. Pul maqsadini isbotlaydigan hujjatlar bo'lsin. 5-qadam, bankdan so'rov kelsa, kechiktirmang. Bank sizdan pul manbasi bo'yicha ma'lumot so'rasa, keyin boraman, o'zi ochilib ketadi deb kutmang. Bankka boring yoki rasmiy ilova orqali murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, hisob ko'chirmasi, shartnoma, chek, tilxat qarz kelishuvi, soliq ro'yxatidan o'tganlik hujjati, buyurtmalar ro'yxati, yuk xati, invoice kabi hujjatlarni tayyorlang. Agar tushuntirish xati yozish kerak bo'lsa, unda sodda va aniq yozing. Falon sanada falon shaxsdan falon miqdorda pul oldim. Mablag'ning maqsadi falon. Ushbu mablag' falon shartnoma yoki kelishuv asosida kelib tushgan. Hujjatlar ilova qilinadi. 6-qadam, SMS kod, karta raqami, ilova paroli, bank loginini hech kimga bermang. Hatto yaqin tanishingiz bo'lsa ham. Agar kimdir sizdan kartangiz orqali pul o'tkazishni so'rasa, avval o'ylang, bu pulning manbasi nima? Ertaga savol tug'ilsa, men javob bera olamanmi? Agar javob bera olmasangiz, bunday xizmat qilmang. 7-qadam. Soliq maslahatchisi yoki yuristi bilan bir marta maslahat qiling. Ayniqsa aylanmangiz o'yiga 10-20 million so'mdan oshsa, mijozlar ko'p bo'lsa, chet eldan pul qabul qilsangiz ijara, xizmat, savdo, onlayn kurs, reklama, freelance bilan shug'ullansangiz, bir martalik maslahat keyinchalik katta jarima, blok yoki tekshiruvdan arzon tushadi. Demak, 2-oktyabrdan bank hisob varaqlari nazorati kuchayishi haqida gap ketayotgan bo'lsa, bundan qo'rqish emas, tayyorlanish kerak. Toza pul, aniq manba,
tartibli hujjat va qonuniy faoliyat bo'lsa, siz o'zingizni ancha xavfsiz his qilasiz. Eng katta xato shaxsiy kartada yashirin savdo qilish, begona pullarni aylantirish, katta summalarni hujjatsiz qabul qilish, bank so'rovlariga javob bermaslik. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hisob ko'chirmangizni ko'ring, shubhali joylarni tartibga soling, tadbirkorlik qilsangiz rasmiylashtiring, katta pul bo'yicha hujjat saqlang. Moliyaviy tartib bugun biroz vaqt oladi, lekin ertaga sizni katta muammolardan himoya qiladi. Sizning fikringiz qanday? Bank nazorati kuchayishi oddiy fuqarolar uchun foydalimi yoki ortiqcha bosimmi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda bank baloqlari, soliq tekshiruvlari va karta orqali savdo qilishning qonuniy yo'llarini yana ham batafsil tushuntirib beraman.